Qara qara quşlarım oyunu. Bu oyunni o'ynashda balalar pakiza, azada maydonlarga to'plashib, o'zlarining orqasidan cho'ng'aroq ikki balani asos rol og'i chiqib saylaydi. Bu ikki balaning biri ana bo'lib qolsa, balalarni bo'y egizligi bo'yicha radga tizidi. Balalar bir-birining kaynidan ching tutib, zanjirsimon sap tuzidi. Ana balalarga sapni buzg'uvchilarning yomon oqibatga duchor bo'ladiganligini, sapning mustahkamligini saqlashda cho'qim onaning harakatiga moslish zarurligini alohida topilab, o'zi sapning beshi turdi. Yana bir bala ona va balalar hosil qilgan sapni buzib, balalarni o'z egidorchiligiga olg'uvchi raqib sifatida qator beshidagi ona bilan qarshilashdi. Oyun başlanğanda ana öz ballarını bir-birining kaynidan mahkam tutib, raqibining qo'liga tushib qolmasligiga undab, ikki qo'lini ikki tarafga echib harakat qiladi. Bu vaqtda ana bilan raqib o'tirsida qo'shiq aytish boshlanadi. Qara qushlarim, orqangdagi nimalarim? Uşaq ballarim. Menga birni bersangchu? Küçün yesa asançı. Küçüm nege ketipti? Alı taqqa ketipti. Alı taqda nemi ba? Alı yeşil quşlar ba. Ondaq bolsa barayçı, quştun birini tutayçı. Şunun bilen raqib derhal anının kaynidagi balalarni qo'g'laydi. Ana, "Voy ballarim, sar keldi!" deb vaqirab balalarni ogohlantirdi. Balalarning kaynida bir-birini qo'yib etmasdan uyoq bu yoqqa chipishidi. Ana bo'lsa vahim silayotgan raqibning oldini to'sib, balalarni qo'g'daydi. Navada balalardan birasi sapdan tushib qolsa, raqib uni tutib oladi. Buning bilan qanoatlanib qolmay, onaning kaynidagi boshqa balalarni bir-birlab qo'lga kirgizib, onani yolg'iz qoldirishga urinadi. Bu o'yin ona yolg'iz qolgandila bir navbat oxirlashib, balalarni tatqizib qo'yg'uvchi onaning olmishib, raqib rolini elishi bilan qayta boshlanadi va yuqorqi shaklda takrorlanadi.